Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim, ayrimlar uchun hatto og'riqli mavzuni muhokama qilamiz. Pensionerlar va ularning kelajagi. Agar siz pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon pensiyada bo'lsangiz, ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Hatto yosh bo'lsangiz ham bu masala sizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Chunki u sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz va kelajakdagi o'zingiz haqida. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi qadimgi davrlarda? Hatto yaqin o'tmishda ham ko'pchilik uchun pensiya yoshi bu tinch, osoyishta, mehnatdan so'ng rohatlanish davri sifatida tasavvur qilingan. Sovet davrida va undan keyingi dastlabki yillarda davlat ijtimoiy kafolatlarining asosi hisoblanardi. Pensionerlar o'z pensiyalariga ishonishlari, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishlariga umid qilishlari mumkin edi. Pensiyaning miqdori ko'pincha juda katta bo'lmasa-da barqaror edi va hayot kechirish uchun yetarli deb hisoblanardi. Chunki narxlar ham ancha past va barqaror edi. Kommunal xizmatlar arzon, oziq-ovqat mahsulotlari narxi nisbatan turg'un, tibbiy xizmatlar esa bepul edi. Odamlar o'z kelajagiga nisbatan kamroq xavotirlanishar, davlatga va uning ijtimoiy siyosatiga ko'proq ishonishar edi. Pensiya bu mamlakatga uzoq yillar xizmat qilganlik uchun munosib mukofot edi. Ko'pchilik uchun birinchi pensiya to'lovini olish umrining qolgan qismida davlat himoyasida bo'lish degani edi. Bu albatta idealizatsiya qilingan tasvir bo'lishi mumkin, ammo umumiy kayfiyat shunday edi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Global iqtisodiy o'zgarishlar, demografik muammolar, davlat byudjetlariga tushayotgan, tobora ortib borayotgan bosim va inflyatsiya bizning pensiya tizimimizni tubdan o'zgartirib yubordi. Endi pensiya bu oddiygina beriladigan narsa emas, balki ko'pincha jiddiy moliyaviy rejalashtirishni talab qiladigan murakkab iqtisodiy tenglamaning bir qismiga aylandi. Inflyatsiya, ya'ni pulning qadrini yo'qotishi, pensionerlarning daromadlarini muttasil kemirib borayotgan ko'rinmas dushmandir. Davlat pensiya to'lovlarini indeksatsiyalasa ham, ya'ni inflyatsiyani hisobga olgan holda oshirsa ham, bu o'sish ko'pincha real inflyatsiya sur'atlaridan ortda qolmoqda. Bu esa pensiyaning xarid qobiliyatini pasaytiradi. Hozirgi kunda pensiyaning yetarli degan tushunchasi o'tmishdagidan mutlaqo farq qiladi. Davlatning ijtimoiy majburiyatlari tobora qiyinlashmoqda, chunki ishlayotgan aholi soni kamayib, pensiyadagi aholi soni ortib bormoqda. Bu esa katta avlodni qo'llab-quvvatlash uchun yosh avlodning yelkasiga tushayotgan yukni yanada oshirmoqda. Pensiya tizimining barqarorligi haqida jiddiy savollar tug'ilmoqda. Endi har bir kishi o'zining kelajakdagi moliyaviy ta'minoti uchun shaxsiy javobgarlikni his qilishi kerak. O'tmishdagi barqarorlik va'dalari bugungi kunda shubha ostida qolmoqda va biz bu haqiqatga ko'z yummasligimiz kerak. Birinchi asosiy qism nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xavotirlanish shart emas. Pensionerlar uchun kelajakdagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda bir qancha asosiy omillarni bilish va tushunish muhimdir. Bular sizning hozirgi va kelajakdagi turmush tarzingizga bevosita ta'sir qiladi. Bir, inflyatsiya va uning pensiyaga ta'siri. Bu eng muhim omillardan biridir. Inflyatsiya bu pulning qadrini yo'qotishi, ya'ni bugun bir miqdor pulga sotib olgan narsangizni ertaga xuddi shu miqdorga sotib ola olmasligingiz. Pensiya belgilanganida siz ma'lum bir xarid qobiliyatiga ega bo'lasiz. Ammo inflyatsiya tufayli vaqt o'tishi bilan bu xarid qobiliyati pasayadi. Masalan, 2020 yilda 1 million so'm pensiya olgan kishi uchun bu summaning ma'lum bir xarid kuchi bor edi. U bu pulga ma'lum miqdorda oziq-ovqat, dori-darmon yoki kommunal xizmatlarni to'lay olar edi. Faraz qilaylik, u 100 kg kartoshka, 50 kg guruch va ma'lum miqdorda dori sotib olgan. 2024 yilda pensiya nominal jihatdan oshirilgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, ilm xili 3 million so'm bo'ldi. Ammo agar shu vaqt ichida kartoshka narxi 2 barobar, guruch narxi 25 barobar oshgan bo'lsa, dorilar ham qimmatlagan bo'lsa, u endi 23 million so'mga avvalgidan kamroq miqdorda mahsulot sotib oladi. Bu pensiyaning real qadrsizlanishi degani. Pensiyani indeksatsiya qilish orqali davlat bu yo'qotishni qisman qo'liq emas. Oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlar har yili qimmatlab bormoqda, pensiya esa bu narxlar ortidan har doim ham yetib bora olmayapti. Bu pensionerlarning
turmush darajasiga qanday zarba beradi? Pensiya indeksatsiyasi. Davlat qonunchilikka ko'ra pensiyalarni muntazam ravishda indeksatsiya qiladi. Ya'ni inflyatsiyani hisobga olgan holda oshiradi. Ammo yuqorida aytib o'tganimdek, bu indeksatsiya har doim ham real inflyatsiya darajasini to'liq qoplamaydi. Natijada pensionerlar doimiy ravishda ortda qolib boradi. Ba'zi mamlakatlarda indeksatsiya faqat rasmiy inflyatsiya ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lsa, boshqa mamlakatlarda budjet imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Har ikkala holatda ham pensiya real jihatdan qadrini yo'qotadi. 3. Demografik o'zgarishlar. Bu global muammo bo'lib, ko'plab mamlakatlar pensiya tizimining barqarorligiga tahdid solmoqda. Demografik o'zgarishlar deganda, jamiyatda ishlayotgan aholi sonining pensiyadagi aholi soniga nisbatan kamayishi tushuniladi. Pensiya tizimi odatda soliq to'lovchilar pensionerlarni boqadi, tamoyili asosida ishlaydi. Ya'ni bugun ishlayotganlar to'lagan soliqlar va ijtimoiy ajratmalar hozirgi pensionerlarga to'lanadi. Agar ishlayotgan yoshlar soni kamayib, pensiyadagi keksa yoshlar soni ortib borsa, bu tizimga juda katta bosim o'tkaziladi. Masalan, avvallari har bir pensionerga 4-5 nafar ishchi to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir bu nisbat 2-3 nafar ishchiga tushgan. Kelajakda esa bu raqam yanada kamayishi prognoz qilinmoqda. Bu esa davlat budjetidan pensiya fondini to'ldirish uchun ko'proq mablag' ajratilishini talab qiladi yoki pensiya miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Bu juda jiddiy masala, chunki u butun jamiyatning kelajakdagi ijtimoiy barqarorligiga ta'sir qiladi. 4. Davlat budjeti cheklovlari. Pensiya fondi davlat budjetining bir qismidir. Davlat budjeti esa soliq tushumlari, bojxona to'lovlari, davlat korxonalari daromadlari va boshqa manbalardan shakllanadi. Iqtisodiy o'sish sekinlashganda, xalqaro savdo pasayganda yoki kutilmagan favqulodda vaziyatlar, masalan, pandemiya yuzaga kelganda davlat budjetiga katta bosim tushadi. Bunday sharoitlarda davlatning pensiya to'lovlarini oshirish imkoniyatlari cheklanadi. Ko'pincha davlat boshqa muhim sohalar, ta'lim, sog'liqni saqlash, mudofaa uchun ham mablag' ajratishi kerak bo'ladi. Bu cheklovlar pensiyalarning o'sishiga bevosita ta'sir qiladi va pensionerlar uchun moliyaviy qiyinchiliklarni kuchaytiradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Faqatgina davlat pensiyasiga tayanganlar. Agar sizning yagona daromad manbangiz davlat pensiyasi bo'lsa, siz eng katta xavf ostida ekansiz. Yuqorida aytilgan omillar inflyatsiya, indeksatsiya, yetishmovchiligi, demografik muammolar sizning turmush darajangizni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin. Siz har bir tiyinni tejashga majbur bo'lasiz. Kutilmagan xarajatlar esa siz uchun katta muammo tug'diradi. Misol, Oysha aya yetimli yoshda. U umr bo'yi paxta dalasida ishlagan va bugungi kunda o'rtacha davlat pensiyasi oladi. Uning yagona daromadi shu. Har oy pensiyasi kelgach, u darhol kommunal to'lovlarni to'laydi, dorilarni sotib oladi va qolgan pulga oziq-ovqat mahsulotlari xarid qiladi. Yaqinda uning tishlari og'rib, stomatologga borishga majbur bo'ldi. Stomatologiya xizmati narxlari yuqori bo'lganligi sababli u pensiyasining yarmini shu xarajatlarga sarfladi. Natijada oy oxirigacha non va choy bilan kun kechirishga majbur bo'ldi. Yoki qishda gaz uchun to'lovlar oshganda u ovqat pishirish uchun gazdan kamroq foydalanadi. Hatto sovuq kunlarda ham isinishga qiynaladi. Chunki bu uning pensiyasiga og'irlik qiladi. Bu kabi vaziyatlar faqat davlat pensiyasiga tayanganlar uchun juda og'riqli bo'ladi. Shaxsiy jamg'armalari yetarli bo'lmaganlar. Agar sizda inflyatsiyadan himoyalangan, likvidlikka ega bo'lgan, ya'ni tezda pulga aylantirish mumkin bo'lgan, qo'shimcha mablag'lar zaxirasi bo'lmasa, kutilmagan xarajatlar, masalan, kasallik uyini ta'mirlash sizni moliyaviy chuqurga tortib ketishi mumkin. Sog'liq muammolari borlar va sug'urtasi yo'qlar. Pensiya yoshi sog'liq bilan bog'liq muammolar ko'payadi. Agar sizda davlat tibbiy xizmatidan tashqari qo'shimcha tibbiy sug'urta yoki bu xarajatlarni qoplash uchun mablag'ingiz bo'lmasa, bu katta muammoga aylanishi mumkin. Ijtimoiy infratuzilmasi cheklangan hududlarda yashovchilar, qishloq joylarda yoki uzoq hududlarda yashovchi pensionerlar, shahar pensionerlariga nisbatan kamroq ijtimoiy xizmatlardan, arzon tibbiyot, jamoat transporti, do'konlardagi narxlar xilma-xilligi foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu ularning pensiyasining real qadrini yanada pasaytiradi. Kimlar nisbatan xavotirlanishi shart emas, bir nechta daromad manbalariga ega bo'lganlar. Agar sizning pensiyangizdan tashqari ijaradan daromadingiz, masalan, kvartira yoki do'kon ijarasi, investitsiyalardan
depozitlar, aksiyalar, biznesdan ulush daromadingiz bo'lsa, siz nisbatan barqaror vaziyatdasiz. Bu qo'shimcha daromadlar pensiyaning xarid qobiliyatini yo'qotishini qoplashga yordam beradi. Misol, Abduvohid aka 65 yoshda. U bolalarga yordam berish maqsadida yoshligidan shaxsiy uyning bir qismini ofis qilib ijaraga beradi. Har oy unga doimiy ravishda ijara puli tushadi. Bu pul uning pensiyasiga qo'shimcha bo'lib, nafaqat kundalik ehtiyojlarni qoplashga yordam beradi, balki kutilmagan xarajatlar, masalan, mashinasini ta'mirlash yoki nevarasiga sovg'a olish uchun ham imkoniyat yaratadi. U har oyda dorilarga yetarlicha pul sarflay oladi va o'zini moliyaviy jihatdan ancha xotirjam his qiladi. Yetarli shaxsiy jamg'armalarga ega bo'lganlar, agar siz yoshligingizdan jamg'arma qilib, pensiya yoshiga kelib sezilarli miqdorda pul yig'a olgan bo'lsangiz, bu sizga moliyaviy erkinlik beradi. Bunday jamg'armalar, agar ular inflyatsiyadan himoyalangan aktivlarda, masalan, dollardagi depozit, oltin, ko'chmas mulk saqlansa, ayniqsa qadrli bo'ladi. Xususiy pensiya yoki sug'urta fondlariga ega bo'lganlar, ba'zi mamlakatlarda davlat pensiya tizimidan tashqari shaxsiy pensiya fondlariga badal to'lash imkoniyati mavjud. Agar siz bunday imkoniyatdan foydalangan bo'lsangiz, davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda xususiy fonddan ham pensiya olishingiz mumkin. Bu sizning moliyaviy xavfsizligingizni sezilarli darajada oshiradi. Qo'llab-quvvatlovchi oilaga ega bo'lganlar, bolalarning yoki yaqin qarindoshlarining moddiy va ma'naviy yordami ham pensionerlar uchun juda muhim omil. Agar oila a'zolari sizga moddiy yordam bera olsa, bu sizning pensiyaning kamligidan kelib chiqadigan moliyaviy bosimni sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq bu har doim ham barqaror yechim bo'la olmaydi, chunki bolalarning ham o'ziga yarasha xarajatlari va qiyinchiliklari bo'lishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar pensiya masalasi faqatgina umumiy qoidalardan iborat emas. Unda ko'p holatlarda o'ziga xos istisnolar, ko'zga tashlanmaydigan, ammo muhim jihatlar va moliyaviy tuzoqlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan xalos qilishi mumkin. Istisnolar 1. Pensionerlarning maxsus toifalari, ba'zi kasb egalari yoki maxsus xizmatlari uchun davlat tomonidan oshirilgan pensiya olishi mumkin. Masalan, harbiy xizmatchilar, olimlar, ijodkorlar, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlar ko'pincha umumiy pensiya fondidan farqli ravishda ko'proq pensiya oladi. Ular uchun albatta moliyaviy vaziyat nisbatan yaxshiroq bo'ladi, ammo shunga qaramay inflyatsiya ularning daromadlarini ham kamaytirishi mumkin va ular ham boshqa daromad manbalari haqida o'ylashlari zarur. Shuningdek, ularning maxsus pensiyalarni hisoblash usullari ham o'zgarishi mumkin. Bu esa kutilmagan vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Har bir bunday toifaning o'z qonunchiligi va shartlari borligini bilish muhimdir. 2. Hududiy farqlar. Pensiya miqdori butun mamlakat bo'ylab bir xil bo'lsa-da, turmush darajasi va xarajatlar hududlarga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Misol uchun, Toshkent shahrida yashash narxi viloyatlardagi qishloqlarga nisbatan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun viloyatda yashaydigan pensioner uchun xuddi shu miqdordagi pensiya shahar pensioneriga nisbatan ko'proq xarid qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu farqni inobatga olish va o'z yashash joyingizdagi narx-navo sharoitiga qarab moliyaviy reja tuzish muhim. Ba'zi pensionerlar aynan shu sababli shahardan qishloqqa ko'chib o'tishni afzal ko'radilar. Tuzoqlar 1. Oson pul sxemalari va firibgarliklar. Pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha moliyaviy firibgarliklarning asosiy nishoniga aylanadi. Sizga qisqa muddatda yuqori daromad va'da qiladigan shubhali investitsiya sxemalari, piramida sxemalari yoki xayriya maskasi ostidagi firibgarliklar tez-tez uchrab turadi. Bu sxemalarga ishonish natijasida ko'plab pensionerlar o'zlarining kam sonli jamg'armalarini yo'qotganlar. Har qanday juda yaxshi taklifga shubha bilan qarang va moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin har doim mutaxassislar bilan maslahatlashing. Sog'liqni e'tiborsiz qoldirish. Yosh kattargan sari kasalliklar ehtimoli ortadi. Sog'lig'ingizga e'tibor bermaslik, tibbiy ko'riklardan o'tmaslik yoki kasalliklarni davolamaslik kelajakda juda qimmatga tushishi mumkin. Kichik muammo keyinchalik jiddiy kasallikka aylanishi va katta moliyaviy xarajatlarni talab qilishi mumkin. Masalan, oddiygina shamollashni o'z vaqtida davolamaslik pnevmoniyaga olib kelishi va uzoq muddatli kasalxonada yotishni talab qilishi mumkin. Bu esa dori-darmon va boshqa xarajatlarga sabab bo'ladi. Profilaktika va muntazam tibbiy ko'riklar nafaqat pulni tejaydi, balki hayot sifatini ham yaxshilaydi. Uch moliyaviy savodsizlik.
Pensionerlar ko'pincha moliyaviy savodsizlik tufayli o'z mablag'larini samarali boshqara olmaydi. Ular bank depozitlarining xususiyatlarini, inflyatsiyaning ta'sirini, kreditlarning tuzoqlarini to'liq tushunmasligi mumkin. Bu esa ularning qarzga botishiga yoki pulning qadrini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Oddiy moliyaviy bilimlarga ega bo'lish har qanday yoshda ham muhim, ayniqsa pensiya yoshida. 4. Farzandlarga ortiqcha tayanish. Albatta, farzandlar ota-onalarga g'amxo'rlik qilishlari kerak. Ammo faqatgina farzandlarning yordamiga umid qilish har doim ham ishonchli yechim emas. Farzandlarning o'ziga yarasha moliyaviy majburiyatlari, kutilmagan qiyinchiliklari bo'lishi mumkin. Farzandlar bilan moliyaviy masalalarda ochiq muloqot qilish, ammo ularga to'liq bog'lanib qolmaslik muhimdir. Agar siz ularning yordamiga muhtoj bo'lsangiz, buni oldindan muhokama qiling va aniq kelishuvlarga erishing. Noaniq nuanslar men. Moliyaviy pasayishning psixologik ta'siri. Pulning qadr pasayishi nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham og'riqli bo'lishi mumkin. Avvallari erkin xarid qilgan narsangizni endi sotib ola olmaslik, har bir tiyinni hisoblashga majbur bo'lish bu kishining ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Depressiyaga, xavotirga sabab bo'ladi. Bu muammoga nafaqat moliyaviy, balki psixologik jihatdan ham tayyor bo'lish muhim. 2. Jamoat va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Ba'zi pensionerlar uchun nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy yordam ham muhimdir. Jamiyat ichida faol bo'lish, o'z mahallasidagi tadbirlarda ishtirok etish, jamoatchilik ishlariga hissa qo'shish insonga ruh beradi, yolg'izlik hissini yo'qotadi va ba'zi holatlarda qandaydir ko'mak qolishga yordam berishi mumkin. Pensiya yoshida ijtimoiy faollikni saqlab qolish ham ruhiy, ham jismoniy salomatlik uchun juda foydali. O'tudi meros va ishonchnoma masalalari. Pensiya yoshiga yetgan har bir kishi o'zining mulkiy masalalarini tartibga solishi lozim. Bu vasiyatnoma tuzish, ishonchnoma rasmiylashtirish yoki mulkni bolalarga qonuniy ravishda o'tkazish masalalari bo'lishi mumkin. Bu ishlar o'z vaqtida amalga oshirilmasa, keyinchalik oila a'zolari o'rtasida nizo yoki qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Hayotning har bir bosqichida huquqiy savodxonlik muhimdir. Dard, faol keksayish va daromad olish imkoniyatlari. Pensiya yoshi bu hayotning tugashi emas, balki yangi imkoniyatlar davri bo'lishi mumkin. Ko'plab pensionerlar o'z bilim va tajribalarini ishga solib, qo'shimcha daromad olishlari mumkin. Masalan, repetitorlik qilish, maslahat xizmatlari ko'rsatish, qo'l mehnati mahsulotlarini sotish, hobbilarni biznesga aylantirish va hokazo. Bu nafaqat moliyaviy ahvolni yaxshilaydi, balki insonning hayotdan mamnunligini ham oshiradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabinlar nima qilishlari kerak aziz do'stlar? Yuqorida aytilganlarning barchasi sizni cho'chitish emas, balki ogohlantirish va harakatga undashdir. Siz hozirdan o'z kelajagingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olib aniq qadamlar tashlashingiz mumkin. Mana sizga qadam-ba-qadam ko'rsatmalar. 1. Moliyaviy rejalashtirishni boshlang. Hozirgi xarajatlaringizni hisoblang. Barcha daromadlaringiz, pensiya, boshqa manbalar va xarajatlaringizni, kommunal, oziq-ovqat, dori, transport, ixtiyoriy xarajatlar yozib chiqing. Qaysi joyda tejash mumkinligini aniqlang. Buni oddiy daftar yordamida ham, mobil ilovalar yordamida ham qilish mumkin. Har oyning oxirida kassa balansini ko'rib chiqing. Kelajakdagi ehtiyojlaringizni baholang. Masalan, pensiya yoshida ehtimoliy tibbiy xarajatlar, oilangizga yordam berish, ta'mirlash ishlari va boshqalar. Bu ehtiyojlarni qoplash uchun qancha mablag' kerakligini taxmin qiling. Daromad manbalarini diversifikatsiya qiling. Agar imkon bo'lsa, qo'shimcha daromad topish yo'llarini izlang. Masalan, qisqa muddatli ishlar hobbingizni biznesga aylantirish, qo'l mehnati, o'qitish, kichik biznes ochish, kvartira ijarasi, hatto kichik daromad ham katta yordam beradi. Misol uchun, bog'ingizda yetishtirgan meva-sabzavotlarni bozorga olib chiqib sotish yoki hunarmandchilik bilan shug'ullanish ham qo'shimcha daromad manbai bo'lishi mumkin. Xarajatlaringizni optimallashtiring. Keraksiz obunalardan voz keching. Har doim sotuvlar va chegirmalarni kuzating. Ommaviy transportdan ko'proq foydalaning. Ba'zi narsalarni uyda tayyorlash restoranlardan arzonroq bo'ladi. Energiyani tejaydigan uskunalar o'rnatish orqali kommunal to'lovlarni kamaytirish mumkin. Jamg'arma qiling, hatto kichik miqdorda bo'lsa ham. Har oy daromadingizning ma'lum bir qismini, masalan, bexulunglara ajratib boring. Bu summani inflyatsiyadan himoyalangan joyda, masalan, ishonchli bankda valyutada depozitga saqlang. Murakkab foiz tushchasini unutmang. Vaqt o'tishi bilan kichik summalarning ham katta jamg'armaga aylanishi mumkin.
Xususiy pensiya jamg'armalarini o'rganing. Agar mamlakatingizda bunday imkoniyatlar mavjud bo'lsa, ularni o'rganib chiqing. Xususiy pensiya fondlari davlat pensiyasiga qo'shimcha bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo ularning ishonchliligini va shartlarini diqqat bilan tekshiring. Davlat pensiyasi qoidalarini tushuning. Pensiyangiz qanday hisoblanganini, ish stajingizni, pensiyaga chiqish shartlarini aniq bilib oling. Sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qiling. Profilaktik tibbiy ko'riklardan muntazam o'ting. Kasallikni oldini olish yoki uni dastlabki bosqichlarda davolash har doim arzonroq va osonroq. Har yili shifokor ko'rigidan o'tishni odat qiling. Sog'lom turmush tarzini yuritish. To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, yurish, gimnastika, stressni kamaytirish pensiya yoshida ayniqsa muhimdir. Bu dori-darmon xarajatlarini kamaytiradi va hayot sifatini oshiradi. Davlat tibbiy xizmatlari va shaxsiy sug'urta imkoniyatlarini bilib oling. Qaysi xizmatlar bepul ekanligini, qaysilarini pulga qilish kerakligini aniqlang. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, tibbiy sug'urta polisini sotib olishni ko'rib chiqing. Yuridik va ma'muriy masalalar. Pensiya hisob varag'ingizni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ish stajingiz va ajratmalaringiz to'g'ri aks ettirilganligini tekshiring. Ba'zan xatolar yoki unutib qoldirilgan davrlar bo'lishi mumkin. Ma'lumot qayerdan olishni biling. Pensiya fondi, mahalliy hokimiyat organlari, yagona darcha markazlari bular sizga kerakli ma'lumotlarni beradigan asosiy manbalardir. Ularning ish vaqtlarini va aloqa ma'lumotlarini bilib oling. Moliyaviy maslahatchilar bilan maslahatlashing. Agar moliyaviy masalalarda qiynalsangiz, ishonchli va litsenziyaga ega bo'lgan moliyaviy maslahatchi bilan gaplashing. Ammo ularning xizmatlari pullik bo'lishi mumkinligini unutmang va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hujjatlaringizni tartibga soling. Vasiyatnoma, ishonchnoma, shaxsiy guvohnomalar, mulk hujjatlari bularning barchasi tartibli bo'lishi va yaqinlaringiz ularning qayerda saqlanishini bilishi kerak. Bu kelajakda oilaviy nizolarning oldini oladi. Jamiyat va qo'llab-quvvatlash. Faol bo'ling, ijtimoiy aloqalarni saqlang. Do'stlar, qarindoshlar bilan muloqot qiling. Mahallangizdagi tadbirlarda qatnashing. Yolg'izlik pensiya yoshida juda zararli. Keksa yoshdagilar uchun dasturlarni o'rganing. Ba'zi shaharlarda va mahallalarda pensionerlar uchun maxsus dasturlar, klublar, kurslar mavjud bo'lishi mumkin. Ular nafaqat vaqtni o'tkazish, balki yangi bilimlar olish va ijtimoiy yordam olish imkonini beradi. Yordam so'rab uyalmang. Agar moliyaviy yoki boshqa qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oilangizdan, do'stlaringizdan yoki ijtimoiy xizmatlardan yordam so'rashdan tortinmang. Har doim ham yordam berishga tayyor bo'lgan insonlar topiladi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar. Pensionerlik davri hayotning tabiiy bosqichidir. Ammo bugungi dunyoda bu bosqichni munosib va moliyaviy barqaror o'tkazish uchun yoshlikdan boshlab puxta tayyorgarlik ko'rish zarur. Bugungi suhbatimiz sizni vahmaga solish emas, balki oldinga qarab o'z kelajagingizni o'zingiz belgilashga undashdir. Biz muhokama qilgan muammolar realdir, ammo ular yechimga ega. Har bir kishi o'zining individual vaziyatiga qarab moliyaviy reja tuzishi, sog'ligiga e'tibor berishi, bilimlarini oshirishi va ijtimoiy faol bo'lishi kerak. Ertangi kunning noaniqliklariga qaramang. Biz o'zimizni va yaqinlarimizni himoya qilishimiz mumkin. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizning bu boradagi fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoning ostiga izohlaringizni yozib qoldiring. Siz qanday choralar ko'ryapsiz? Sizningcha pensionerlar qanday qiyinchiliklarga duch kelishmoqda va eng muhimi, boshqalarga qanday maslahatlar bera olasiz? Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz kelajakda ham shu kabi dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega mavzularni muhokama qilishda davom etamiz. O'zingizga ehtiyot bo'ling va kelajagingiz uchun hozirdan qayg'uring. Ko'rishguncha.